Salom bolalar, bugun sizlar bilan Shoyitali Uzgaming. Bugungi yangi videoyimizga xush kelibsizlar. Videoni boshlashimizdan oldin do'stlar, videoyimiz juda ham qiziqarli chiqqan. Shuning uchun do'stlar, albatta kanalimga obuna va like bosib qo'yinglar videoyimga. Bo'lmasam videoga o'tdik do'stlar. Bolalar, bugun sizlar bilan Shoyitali Uzgaming. Bugungi videoyimizda sizlarga juda ham zo'r narsa tayyorlab qo'yganman jigarlarim. Videoni boshlashimizdan oldin albatta kanalga like va obunani bosib qo'yinglar do'stlar. Chunki ko'tarilishimiz juda sekin bo'lib ketdi, chunki shortslarimiz reydga chiqmayapti. Shuning uchun do'stlar, bu videomiz reydga chiqib qolsa, agar sizlar albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, undan oldin biz ko'rishimizni o'zgartirib olamiz. Bugungi videomizda hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar. Juda ham qiziqarli narsa qilamiz. Ko'rsataman hozir. Mun qaranglar jigarlarim, men sizlarcha uxlamasdan bu anaqani qildim. Jigarlar, bugun oyga uchamiz. Kak oy. Oy-ha jigarlar. Buni hozir yo'q, tayyorlangan bu. Albatta. Bundan oldin biz kiyimimizni kiyib olamiz, maxsus kiyimlarni. Mana bunga o'tkazarkanmiz. Xo'p, endi ishtonlarni yechib olamiz. Yechil. Bundan buzib tashlaymiz mana. Keyin mana bu yerda do'stlar bizga kerak bo'ladigan narsalar. Bular kislorod va bular qaytishimizga, menimcha qaytishimizga yetsa kerak deb o'ylayman. Mana pulni bak to'ladi jigarlarim. Shuning uchun bizga bu kerak emas deb o'ylayman. Hozir unda jigarlar buni kiyib olamiz. Bu kiyimlar bizga kerak bo'ladi, chunki u yerda bizga qarshi to'g'risini aytsam, kimlar bor, kimlar yo'q bilmayman. Unda ko'p gapirib o'tmasdan jigarlar oyga uchib ketamiz. Mana kislorodimiz ketyapti. Xo'p, agar tanlamabdi, biz bu safar oyga uchamiz jigarlar. Keyingi video ikkinchi qism chiqaring deganlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, ketdik unda. Jigarlarim, birinchi marta tushim, hali o'zim ham bu mod ishlatib ko'rmagan edim. Agar jigarlar, xo'p, mod kanal ochmoqchiman. Ha bo'pti, oching deganlar bo'lsa, men ochaman sizlar uchun. Xo'p, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qani ket, oyitdik. Qani tushamiz? Uchdik. Yo'q ey do'stlar, buni qaranglar, oydi. Voy. Jigarlar, mahluqlar yo'q deb o'ylayman. Mana hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Do'stlar, keyingisida albatta Marsga uchamiz. Albatta 15 ta like kirsa keyingi videoyimiz chiqadi. Shuning uchun albatta like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bizga obuna muhim do'stlar, mana. Ko'rib turibsizlar, oydamiz. Sekin o'rganib, ishqib raketani yo'qotib qo'ymasak bo'ldi. Maytlarni o'rganamiz. Xo'p, nima yoni? Nima raketamiz turibdi, eslicha yo'qotib qo'yamiz degan umiddaman. Xo'p, zo'r ekan, lekin oy buni qaranglar. Bunda tortish kuchi bo'lmagani uchun pastda qolib ketyapmiz jigarlar. Agar sizlarga ham voy maytib desam yo'q. Hozircha tortyapti jigarlar, sekin. Voy do'stlar, buni qaranglar. Oy ham katta ekan ancha do'stlar, chunki yurgan sarimiz faqat anaqa bo'lyapti. Albatta do'stlar, keyingi safar Marsga uchamiz jigarlar. Mars qanaqa bo'ladi, o'rganib chiqamiz uni ham. Xo'p, ana bu yerda raketamiz turibdi. Kislorodimiz bor, ko'pgina oyda qolib ketsak ham, eng qizig'i yoqilg'i tugab qolmaydi degan umiddaman jigarlar. Shuning uchun olmadim yoqilg'ilarni. Eslicha olib olish kerak edi jigarlar. Mana bo'ladimi? Hay, voy, yerda yurganlarimiz ekan bu. Mana jigarlar, raketamizga boraylik endi. Xo'p. Va do'stlar, buni qaranglar, oyni qaranglar. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa mod kerak bo'lsa, albatta
kommentariyga yozib qoldiringlar, mod kanal ochaman. Bu yoqlarda qaranglar do'stlar, hali tortgani yo'q. Oy juda ham zo'r jigarlar. Oy juda ham zo'r. Keyingi safar Marsga uchamiz jigarlar, Mars. Ana raketamiz jigarlar. Mana oyoqlar izlarimiz qolyapti. Ko'ryapsizlar do'stlar mana. U ana sizlarga like qilib beraman hozir. Turlicha o'xshamabdi-yu. Endi-chi, bu вообще o'xshata olmayapman. Voh, ko'rinar ekan do'stlar. Uchar ekan do'stlar. Buni albatta biz yerga olib ketaman, esdalik uchun jigarlar. Xo'p, ana. Xo'p, ana. 4 ta blok oldik, yetadi do'stlar. Xo'p, kislorodimiz hali 85, juda ham ko'p. Zaxirada ham bor, hali 4 ta bor ekan. Bularni bemalol ishlasak bo'laveradi. Xo'p. Chiqib ketsak bo'ldi jigarlar. O'yinni qanday uchaman? Do'stlar, agar ikkinchi qismini kutmoqchi bo'lganlar, albatta kanalga 15 ta like yig'ib bersalaring, ikkinchi videoyimiz, ikkinchi qismimiz chiqadi do'stlar. Hozir biz oydamiz jigarlar, bu nafas bilan eplab turamiz. Xayr do'stlar, bugun sizlar bilan Shoyitali Uzgaming bo'ldi.